Toxosti, Abdori, Esma İlham. Yazlıq tətildə Fəruq dadisi, apsi bilan billa Ürümçiga sayohatga bordi. Ürümçi nima degan cho'ng shahar, ha? Ular birlikda Ürümchidagi Qiziltog', Janubiy tog', Bug'do ko'li, Yamonliq tog'i qatorliq joylarni ko'rdi. Yana tog'i nurg'un muzeylarni ziyorat qildi. Fəruq Ürümchini rosa aylanib qanuvcha o'ynab oldi. Qashqarga qaytadiganga bir necha kun qolganda Fəruqning apsi yurtdagi urug' tuqqanlarga sovg'a salom elish uchun cho'ng bozorga boradiganligini aytdi. Apa, cho'ng bozor rostla shundoq cho'ngmi? deb so'radi Fəruq apsidan. Shundoq qo'zam, bak cho'ng. U yerda Toxostidan boshqa hamma narsani topqili bo'ldi, dedi apsi ko'zini qisib. Men mi borman, dedi Fəruq hayajonlangan holda. Undaqda bozor aylanayotganda herib ketdim deb o'tirib olmaysiz, ha qo'zam? Fəruq yo'lda mang'ach Toxosti zodi qandaqdu? Apam cho'qim yaxshi qarmay topolmagan o'xshaydi. Men billa berib Toxostini tepib apamni bir xo'sh qilib o'taychi. O'zimmi tetib bakib Qashqardagi odashlarimning oldida toza bir maqturmasam deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. Fəruq kichkidan to'xo va uning tuxumlarini yaxshi biladi. Qashqarda to'xolarning suti borligini faqat anglab boqmagan. Ürümchidagi to'xolar tuxumdan boshqa sutni chiqaradigan o'xshamadi. Ajab qiziq, ha? Ular oldida cho'ng bir tugining haykali bor. Binolari Qashqardagi ba'zi uylarga o'xshash. O'zgacha selingan bir saynoning oldida mashinadan tushdi. Cho'ng bozor haqiqatan cho'ng edi. Hamma narsani topqili bo'ladi. Fəruq texnik xat o'qishni o'rganmagan bo'lsa-mu, Toxostini tepish uchun hamma narsaga astoydillik bilan qarab mangdi. Toxosti hech tepilay demaydi. Asr namozga azon chiqqanda Fəruq bilan apsi cho'ng bozorning yendagi masjidga kirdi. Apsi tahorat elib namoz o'tayotganda Fəruq masjiddagi qip-qizil zilcha gilam ustida so'zilib yetib harduqini chiqarib oldi. U yetib apsini saqlag'ach, bu qatim cho'qim topaman deydi o'z-o'ziga. Ular endi cho'ng bir talla bozorga kirdi. Fəruq apsi bilan billa aylanayotdi. U omoq bir mekanning surati tushirilgan qutini ko'rganda ko'zlari parqirab ketdi. Apa, buni olayli, dedi u hayajonli ilkida. Balam, bu tuxumni nima qilsiz? dedi apsi hayron bo'lib. Ha, tuxummi? Men Toxosti deb o'xshaydi deb qoptiman, dedi Fəruq. U biroz umidsizlangandek qiladi. Toxosti? U nerdan chiqdi endi? Apsi taxmi hayron qoldi. Siz bayağı Toxostidan boshqa narsa tepildi degandingiz-ku? Men sizni Toxostini topolmay qolgan o'xshaydi deb uni tepib sizni tuyuqsiz xush qilib o'tay deb o'ylagandim. Lekin faqat topolmayotman, dedi Fəruq ma'yus holda. Voy tatlı qo'zam, voy umoq bolam, dedi apsi Fəruqning peshonasiga so'yib. Meni tuyuqsiz xush qilib o'tmoqchi bo'lganingizdan bek suyundim balam. Lekin to'xoning suti bo'lmaydi, oppoq balam. Toxostidan boshqa narsa tepildi degan bizdagi bir ibora. Men uni bozordagi narsalarning ko'p turining xilma-xil ekanligini ifodalash uchun ishlagandim. Ha, aslida mundaqda Fəruq Ürümchidagi to'xolarning suti bo'lmaydiganligini bilib oldi mana. Fəruqning Ürümchidagi sayohati to'g'ri ko'ngilli bo'ldi. U uyga qaytadigan chog'da bu go'zal shaharga cho'qim pat-pat kelib turishni ko'ngli ko'zi qiymagan holda Ürümchidan ayrildi.